Futbol olami o'zining ikki hukmdorini topdi. Biri rekordlar ortidan quvgan mashina, ikkinchisi esa ilhom bilan yaratilgan o'zga sayyoralik. Ammo bu ikki dahoning davrida soyada qolishni rad etgan yagona bir odam bor edi. U o'zini hech qachon oddiy futbolchi deb hisoblamagan. U o'zini qirol, xudo, hatto o'ziga xos tarzda men bu o'yinning afsonasiman deb atardi. U Zlatan Ibragimovich. U Chempionlar Ligasini boshi uzra ko'tara olmadi. U jahon chempionatlarida hatto bitta ham gol ura olmadi. Ammo paradoks shundaki, futbol tarixidagi eng buyuk sovrinlar uni chetlab o'tgan bo'lsa-da, Zlatan futbolning o'zini chetlab o'tib, unga o'z qoidalarini yozib ketdi. Bugun biz futbolning bu qoidalariga bo'ysunmaydigan isyonkori, kibr ortiga yashiringan haqiqiy daho haqida gaplashamiz. Uning egosi ko'pchilikka yoqmasdi. Lekin uning egosi uni mag'lub bo'lishiga haqqi yo'q shaxsga aylantirgandi. 2012-yil 16-oktyabr Shvetsiya safarda Germaniya bilan o'ynayotgandi. O'yinning 62-daqiqasi. Maydon egasi bo'lgan nemislar 4-0 hisobida oldinda borishmoqda. Hamma bo'ynini egib bo'lgandi. O'yin tugagan edi. Lekin qirolning egosi bunga yo'l qo'ymadi. O'sha daqiqada uzatilgan to'pga Zlatan 11 metrlik nuqta yaqinidan Manuel Neuer darvozasiga boshi bilan dahshatli zarba berib gol uradi. U jamoadoshlariga qarab baqirdi. Ularni o'z ortidan sudradi. Shvetsiya imkonsiz ishni qildi. Ketma-ket gollar urib, hisobni 4-4 ga keltirdi. Oradan 2 yil o'tib ma'lum bo'ldiki, ular bu dahshatli kambekni bo'lajak jahon chempionlariga qarshi amalga oshirgan ekanlar. Zlatan imkonsiz narsaning o'zi yo'qligini yana bir bor isbotladi. Hamma narsa Shvetsiyaning eng xavfli va qashshoq maskani Malmyoning Rosengard tumanida boshlandi. Bu yerda zaiflar yashab qolmasdi. Zlatan o'sha beton maydonchalarda o'zidan yoshi katta shafqatsiz bolalarga qarshi o'ynab ulg'aydi. Uning texnikasi ko'cha qonunlari bilan suyultirilgandi. U 19 yoshida o'sha qashshoq xonadonni otasining uyini tark etayotganida orqasiga bir bor ham qaramadi. Eshikni yopib chiqib ketayotib, otasiga qarab, "Tabriklayman ota. Endi bu uyning xo'jayini sizsiz", dedi. Bu kibr emasdi. Bu kelajakdagi imperatorning o'z xalqiga e'lon qilgan birinchi manifesti edi. Ammo uning xarakteri 12 yoshidayoq qanday keskin bo'lganini ko'pchilik bilmaydi. Yugoslaviyalik muhojirlar tuzgan FBK Balkan yoshlar jamoasida o'ynab yurgan kezlarida jamoa birinchi bo'limida 0-4 hisobida yutqazyapgandi. Murabbiy uni ikkinchi bo'limda maydonga tushiradi. Va nima bo'ladi? Zlatan bir o'zi raqib himoyasini vayron qilib, ketma-ket 8 ta gol uradi. O'sha paytdayoq u maydon shunchaki o'yin joyi emas, uning shaxsiy teatri ekanini isbotlagandi. Ajaxdagi ajoyib parvozdan so'ng uning 20 yildan ortiq davom etgan grandlar bo'ylab sayohati boshlandi. Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG va Manchester United. U qayerga bormasin, o'sha klub o'zining ichki chempionatida taxtga o'tirar edi. Angliyada ko'pchilik Zlatan qaridi, Premier Liganing shafqatsiz ritmiga dosh bera olmaydi deganida, u 35 yoshiga kelib, barchaning o'zini ochilganicha qoldirdi. Amerika uning uchun shunchaki maydonga tushib shou ko'rsatadigan sahnaga aylandi. Lekin Zlatanning hikoyasi faqat gollar va klublardan iborat emas. Zlatan o'ta qasoskor edi. Zamonaviy futbolchilar kabi Instagramda yozishib yuradiganlardan emas edi. Agar biron raqib unga yoki uning jamoadoshlariga qasddan qo'pollik qilsa, Zlatan buni kechirmasdi. U o'sha futbolchini maxsus nishonga olardi. O'yin davomida go'yo tasodifdek ko'rsatib, tirsagi bilan urar. Havo kurashlarida boshi bilan kalla qo'yar edi. Maydonda faqat raqib bilan emas,
adolatsizlik bilan ham o'z uslubida kurashadigan qattiqqo'l jangchi edi. Xayrulla Hamidov aytganidek, ko'pchilik uni Messi va Ronaldo davrida tug'ilib qolgani uchun omadsiz deyishadi. Yo'q, Zlatan Buffonga tovonida gol urib yurganida Messi hali bolakay edi. Ronaldo esa bunchalik gollarni faqat orzu qilardi. Taekvondo bo'yicha qora belbog' egasi bo'lgan bu odam oddiy gollarni urishni yoqtirmasdi. 2012-yilda Angliya terma jamoasiga qarshi o'yinda jarima maydonchasi tashqarisidan deyarli orqa bilan turgan holda akrobatik tarzda urgan o'sha qaychi goli bu shunchaki gol emas. Bu futbol san'ati edi. O'sha paytda darvozani ko'riklagan Jo Hart haqli ravishda tan olgandi. Men futbol tarixidagi eng chiroyli golni o'tkazib yubordim. Va nihoyat hikoyaning eng go'zal nuqtasi. 2020-yil. Milan 10 yildan beri chempionlikni ko'rmagan. Tushkunlikka tushgan jamoa. 38 yoshli Zlatan qaytib keldi. U maydonda ko'p yugurmasdi, lekin u kiyinish xonasining kislorodi edi. U yosh bolalarga g'alaba ruhini emladi va 2022-yilda Milanni taxtga qaytardi. Murabbiy Stefano Pioli o'shanda ochiqcha aytgandi. Bu chempionlikning asosiy me'mori Zlatan edi. Bugun tan olish kerak. Futbol Zlatandan qarzdor. Zlatan jahon chempioni bo'lishga, oltin to'pni ko'tarishga va Chempionlar Ligasini yutishga haqli edi. Ammo u bu sovrinlarsiz ham afsonaga aylandi. Afsuski, qirol endi yashil maydonda yo'q. Lekin qayg'urmang, kun kelib farzandlarimizga o'sha ikkita o'zga sayyoralik haqida gapirib berganimizda yonida albatta qo'shimcha qilamiz. Lekin dunyoda shunday bir isyonkor qirol bo'lganki, u to'pga qanday munosabatda bo'lishni o'zi hal qilardi. Zlatan Ibragimovich futbolning hech qachon takrorlanmaydigan bad boysi edi. Sizlar bilan har doimgidek Golnoma kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.